Homiladorlikdan keyin semirib ozgandan keyin shunaqa rastяжкалар bo'ladi-yu. Hozir datasi bilan ko'ringan qachonki men bu rasmni o'zim rastяжкам bu после беременности, после esa hozirgi holati. Birpas oldin video olishdan oldin olganman. Buni ikkita mahsuloti bilan yo'q qilsa bo'ladi. Lazersiz hech narsasiz iloji bor men bilan. Agar bu video portlamasa rekomendatsiyaga chiqib rozi bo'lmayman bergan maslahatimga deb. Постепенно vaqt bilan men rastяжкамni yo'qotishga harakat qilishni boshlaganimda уже men rastяжкамga 2 yildan oshgan. Yangi rastяжкаlar esa уже 1 oyda yo'qolib ketsa kerak. Menikiga o'xshagan уже eski rastяжкаlar 5-6 oy ichida yo'qolgan ekan. Men hozir уже 3 oydan beri buni qilyapman. Rezultatni shunaqa hozir ko'rsatganimda. Menga shu ikkovi yordam bergan. Retinal slabirog'i 2 hafta ichida faqat kechqurun ishlatib turib, 1-2 haftadan keyin ertalab kechqurun 2 mahal ishlatsa ham bo'ladi. Retinolga nisbatan kuchliroq bo'ladi. Lekin retinallarda ichida хотя бы sal slabisi. Bundan keyin увлажнение qilish kerak bo'lsa, men mana shu oilni surtaman men. Bio oil originallarni ishlatish kerak, pod originali ko'p ekan uni. Bereminiz vaqtida ham rastяжка tushmaslik uchun qilsanglar, увлажнение qilib beradi, rastяжка tushishni o'rnini oladi. Nasol gubniz qiladi, keyin peshonamga, bo'ynimga, keyin rastяжкаga surtayman men. Chappan skrujilarni yonida. Ichida bor. Ichida yo'q. Tugagan уже bu. Agar sizlar endi boshlasanglar, shuncha jichcha yetadi. Ulug' bittani chiqarib ishlatyapman. Bu o'sha rastяжка bor joy. Shuni yaxshilab yedirib surtib olamiz. Oldi yeyilib surtilindi. Bu yoqda qo'linglarga yedirib увлажнение qilib surtib olasizlar. Shunaqa qilib постепенно davom ettirilsa, уже 5-6 oyda 1 yildan yo'qolib ketadi tabiiy usulda. Jonilarni ham og'ritmaysizlar. Men o'zim rezultatini ko'rganim uchun sizlarga ham aytyapman. Foydasi tekkan bo'lsa, hammaga rahmat. Like, подписка, поддержка kutaman. Keyin ikki qatlarga emizadiganlarga mumkin emas. Keyin ko'krak tomonda rastяжкаlar bo'lsa, sasokka ehtiyot bo'lasizlar.